Zerikib qolmadinglarmi? Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, ikkita barni stoykamiz bor 3 metrdan. Bunisi yasatilgandan keyin ishlatilmagan. Bu ozgina ishlatilgan. Ishlatilmagan xoliseli ichiga polkalar qo'ysa bo'ladi. 3 metr shu ketishida. Sal joyimiz torlik qo'yapti, uni oyoqda noshkalarida turibdi bu. 3 metr. Yana bittasi bor mana. 3 metrdan ikkita barni stoyka, balandligi ham 1,5 atrofida bo'lishi kerak. Yangi ishlatilmagan, bular ishlatilmagan, yasatib qo'yilgan. Shu bilan bir sabablarga ko'ra ishlatilmagan, chang bo'lib turibdi. Artsa zo'r bo'lib qoladi. Mana bu qizil rangimiz bor mana. Bu orqalari yomon bo'lib ketgan. Orqalarini xolisanglar almashtirib beramiz. Xolisanglar o'zingizlar almashtiringlar. Narxini kelishamiz. Mana tepa stoleshnisalarni ko'rsataman. Juda baland. Bir oshpazlargami, oshxonachilargami bunisi kerak bo'lsa. Juda katta mana. 400 mingdan bularni berib o'raman. Men bularni 700 mingdan berib o'raman. Juda zo'r, katta. Narsalarimiz ko'p. 100 mingdan eshik romlarimiz ham bor. 100 mingdan. 200 mingga karovat berib o'ramiz. Mana karovat 200 mingga berib o'ramiz. Divan kreslolarimiz 600 mingga berib o'ramiz. Ochiladi. Ozgina bu cho'kkan, o'shaning uchun 600 ga 800 qo'ydik, 600 ga berib o'ramiz. Hammasini chexoli bor. Chiroyli chexollari bor. Bitta yuvib olasizlar. 600 mingga Nurroshonda dastavkasini tekin qilib beramiz. 2,5 million qo'ydik, savdosi bor buni. 12 talik stul. Buni ham dastavkasi bor Nurroshonda. Bu 4 million, buni ham ozgina savdosi bor. 600 mingga bu ketdi menimcha. Toshqo'lga olib borib beramiz. 6 talik stul. Kimda anaqa materiallar bo'lsa, xo'p, 4 ming, 4,5 ming atrofida sotib olamiz. Kilosini atrofida kelishamiz. Mana bunaqa kuxnyamiz bor. 5 bo'lak. Bitta penal, tepasida 3 ta kichkina tepaga ilinadigan, bitta stoleshnica stol qo'yadigan. Buni 500 ming so'mga berib o'ramiz. Naroda trimo turibdi, 100 mingga berib o'ramiz. Mana bunaqa temirli stollarimiz bor. 300 minglardan berib o'ramiz. Temirli stol. Kattaligini qarang. Ikkita turibdi. Men pastdagi tumbuchka mana 70 mingga berib o'ramiz. Bunaqa narsalarimiz ko'p. Mana bunaqa karavotlarimiz bor. 300 ming, 400 ming 2 kishilik karavot. Detallari bor, olib ketasizlar, xolisanglar. Narsalar ko'p, kelinglar. Manzilimiz Nurroshon shahar. Mana bu darvozaning orqasida katta sentralniy yo'l. Nurroshondan Piskentga qarab yo'nalishda 10 qo'lda keladi. 7 kilometrda. Teparog'imizda masjid bor, 500 metr tepada qassobxona, masjid, svetofor, to'g'ri qayilmasdan kelaverasizlar. Tashmoriga burilish bor, qayilmasdan to'g'ri kelaverasizlar. Eshiklarimiz 150 mingdan eshiklarimiz bor. 150 mingdan defekti bor eshiklar bor. Mana bu eshik sal yaxshiroq 200 ming. Juda narsalarimiz ko'p, kelaverasizlar. Juda ko'p. Arzon qilib beramiz. Kelaveringlar, rahmat. Mana katta yo'l.